Assalomu hammaga. Bizda yangi devor mebel. Xo'p, bu tarafga bitta shkaf qilamiz. Orqasi ochiq bo'ladi. Aristolarni bemalol olib qo'yishga mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, taxmonning o'rni bor bu yerda bitta. Bu taxmonning o'rnini ham qilamiz. Xo'p, bu tarafda bitta tokchaning o'rni bor. Sekin tayyorlaymiz. Mebelimizning korpuslari tayyor bo'ldi. Xo'p, bitta shkafga aniq qilib yasadik, shkafdaqa qilib yasadik. Ba'da polka oxirigacha yetmagan ariston bor. Uni bemalol tozalash kerak. Xo'p, bu tarafda ko'rpa taxlashga polka, taxmon, ba'da yana polkali joylarimiz. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu dushovoy tarafimiz, shkaf tayyorlandi. Bu tarafda o'sha ko'rpa taxlashga taxmon, polkali joyimiz. Xo'sh. Aristonni bemalol olib tozalash mumkin, bemalol ichkarida ishlar qilinishi mumkin. O'sha vakuum, qora turbali ruchkalar, xo'p, marmar granit degan rang. Narxi 3 ta joyimiz 4.500.000 so'mga arzon variantida tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.